Sizda ham shunaqa bo'lganmi? Ochgan savdoyingiz 20% foydaga kirganda siz uni yopmagansiz, lekin kutilmaganda bozor qaytishni boshladi va zararga kirib ketdi. Bu xatoni ko'p treyderlar qilishadi. Buni oldini olish uchun zo'r instrument bor. Buni nomi trailing stop loss. Bu instrumentni qanday ishlashini men sizga sodda tushuntiraman. Misol tariqasida siz savdo ochgansiz va kutgan take profitlaringizga yetib borgan sari siz stop lossni ko'taraverasiz. Misol uchun take profit brend zonasiga borganda siz kirgan zonangizda bizubet yiqilasiz, ya'ni kirgan zonangizga stop lossingizni ko'tarasiz. Shu tariqa siz stop lossni ko'taraverasiz. Yana take profit ikkinchi zonangizga borganda stop lossni take profitni brend zonasiga ko'tarasiz. Take profitingiz 3-zonaga borganda stop lossni take profitni 2-zonasiga ko'tarasiz. Shu tariqa siz ustokin sun'iy intellektlarni, pam holatlarini ushlab olsangiz bo'ladi. Misol tariqasida keltirsam bo'ladi. Ustokin sun'iy intellekti yaqin kunda 23-iyul kuni yopiq kanalda RIF tangasi berilgan va 55% o'sish berdi. To'g'ri, bizda take profitlar kam foizga berilgandi, lekin siz shu trailing stop loss degan tushunchani bilganingizda va shu bilan savdo qilganingizda shu 55% ni ham ushlab olsangiz bo'lardi. Ya'ni bu instrument juda ham sodda, faqatgina buni savdolaringizda qo'llasangiz, ustokin sun'iy intellekt signallaridan siz shunaqa pump holatlarni va katta foizlarni ushlab olsangiz bo'ladi. Bu riskni minimallashtirish holatida ham zo'r ishlaydi, faqatgina pump holatlarda emas. Ya'ni siz take profit 3 gacha yetib bormagan taqdirda ham hech bo'lmaganda take 1 ni yoki take 2 ni ushlab qolish ehtimolingiz yuqori bo'ladi. Chunki ustokin sun'iy intellekt yopiq kanalida eng kamida take profit brend zonasi 3-4% ga beriladi. Bitta savdodan kuniga 3-4% dan topsangiz bu zo'r natija degani. Siz trailing stop lossni ishlatasizmi yoki hali ham oddiy stop lossdan foydalanasizmi? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Menga obuna bo'lib qo'ysangiz, signallardan shunaqa instrumentlar orqali foydalanishni va daromad qilishni o'rgatib boraman. Sog' bo'linglar.